Ha, usta aka. Mana xudo qalasa issiqxonamizni birinchi qavati bitdi. Endi xudo qalasa ikkinchi qavatiga harakat qilyapmiz. Issiqxonamizni ichi issiq, 5 gradus hozircha birinchi qavatining o'zida. Tashqarida havo gradus nechi? -5 darajaga bo'lyapti. Ancha isib qoldi ichkari. Isib qoldi. Mana birinchi qavati bitta, xudo xolasa. Obunachilarimiz xudo xolasa bir kunlik ishimiz qoldi. To'liq avazorini chiqaramiz, xudo xolasa. Ish jarayonidan lavha. Ko'rishlaring mumkin. Ichki qavatlari mana. Mana buyurtma bergan dehqon akamiz bilan suhbat qilamiz hozir. Assalomu alaykum aka. Alaykum. Hop, YouTubedan ko'rib zakaz qildingiz-a bizni? YouTubedan ko'rib zakaz qilgandim. O'sha ko'rgan issiqxonangizda chiqdimi Tbilisi issiqxona? O'sha ko'rgan YouTube'dagi issiqxonamning o'zi bo'lib chiqdi. Mana ko'rib turibsizlar. Ajoyib issiqxona. Bemalol ko'rib zakaz qilaverasizlar. Gap yo'q issiqxonaga. Mana ikkinchi qavatimiz polni TVgacha ochiladi. Ko'rishlaring mumkin. Ochingchi bitta. Bu tomonni ochib ko'ringchi aka, ko'rsatingchi. Bo'ldi aka. Ko'rishlaring mumkin. Polni tevasi yig'ilyapti. TVgacha mana. Ko'rishlaring mumkin. Bu tomoni ochildi mana, ikkinchi qavati. Kuzatishda davom etinglar. Yoqqan bo'lsa bitta like, komment yozib qo'yinglar. Hammaga rahmat.